Kaput bo'lmasam tayyormisan bularni o'tishga? Bo'ldi qishloqim, men tayyorman. Hammamizga tushuntirib bersang bo'ladi. Qanaqa qilib botda yutishi. Kaput bo'lmasa botda 7 dumaloq kruг bo'ladi. Har bittasi rang-barangli qizil, oranjiy, hamma rangi bor botda kamalak ranglardan ko'k, siyoh rang, ob-havo rang, ko'k rang. Shu dumaloqlar ichida har bittasida shartli vazifalar bor. Shu vazifalar bajarsa yutasan. Qani ketdim. Bo'ldi qishloqim, men tushundim. Birinchi bo'lib qizildan boshlar ekanman. Kaput birinchi bo'lib qizil dumaloqdan boshlagan. To'xta kaput, faqat ichiga kirib ketma. To'xta kaput, agar ichiga kirsang o'sha vaqt boshlanadi. Tayyor bo'lganingdan keyin ichiga kirsang bo'ladi. Birinchi bo'lib vazifa yetishim kerak. Bo'lmasa davay qishloqqa vazifa etsa, nima qilib berishim kerak endi bu yerda? Xullas shu sandiq ichida hamma uy qurishi kerak narsalar bor. Ichiga bezatish uchun ham narsalar bor. 2 daqiqa ichida sen uy qurishing kerak. Men 2 daqiqa ichida uy qurishim kerak. Вообще bu qishloqqa mayli, men tayyorman. Qiyin bo'lsa ham boshlaymiz. Hamma narsalar olgandan keyin boshlaysan bu vaqtda. Hamma ichida narsalar sandiqni olib bo'lsa boshlayman. Davay kaput, olishga boshlam. Hamma sizlarga assalomu alaykum kompot. Bo'lmasam boshlaymiz. So'rashga ham sizlar bilan ulgurmadim ham. Men ko'p narsalarni qaraylik. Davay bo'lmasa boshlaymiz. Sizlarga tushuntirib ketaman как раз. Yechim narsalarni olamiz. Davay qishloqqa bo'lmasa vaqt ketdi. Davay tezroq qurishim kerak. Bu xullas do'stlar 7 dumaloq kamalak rangli bor ekan. O'sha hamma dumaloqning ichida shunaqa vazifalar bor ekan. Shu vazifalarni men bajarsam yutar ekanman. Qishloqqa menga sovg'a berar ekan. Bilgan o'zim ham qanaqa sovg'aligini, lekin tezroq bo'lishim kerak. Chunki men 2 daqiqa ichida uy qurishim kerak. 2 daqiqa ichida uy ichini bezatishim kerak. Har narsalar ko'p ekan. Давай kaput bo'lgan уже 30 sekund o'tdi. Sanda 1,5 daqiqa qoldi. Bo'ldi qishloqim, men shoshiltirmagin, men tom quryapman. Obbo, noto'g'ri qilib qo'ydim. Mayli, to'g'rilab olaman intini. Do'stlar, vaqt keladi hali buni to'g'rilashga. Mayli, bir bola qo'raman yana qishloqqa. Davay tezroq bo'lishim kerak. Iltimos 2 daqiqa ichida qurib olishim kerak. Chunki men botli dumaloqning ichida hamma vazifalarni bajarib olmoqchiman. Hamma 7 tasini kamalak rangli. Bo'ldi, ishga qo'yib bo'ldim. Oynalar qo'yaman, to'g'rilab oldim hamma. Tomini noto'g'ri qilib qo'ydim. Yaxshi to'g'rilab oldim. Bu yoqqa stol qo'yamiz, kalovat qo'yamiz, stol, pechka, verstaklar, hamma sandiqlarni qo'yib tashlaymiz ham. Verstak, pechka tepasiga joy kamroq olish uchun bu yoqqa sandiq, soat bo'ldimi? Stol, bo'ldi qishloqim. Men bo'ldi, tayyorman. 2 daqiqa ichida qilib oldim. Kaput bo'ldi, 1,5 daqiqa ichida qilib bo'ldi уже. Ровно sig'dirdi hamma narsani. Молодец kaput, keyingi vazifaga o'tsang bo'ladi bo'lmasam. Sen bu o'tganing uchun men senga sfera berishim kerak. Nima deganing? Sfera endi rostdan ровно sig'diraman deb bu qaranglar, men dumaloqchilik vazifani bajarishim kerak. Bu dumaloqdan men chiqishim kerak emas edi. Mana kaput, senga qizil dumaloq o'tgani uchun qizil sfera. Buni men nima qilaman endi, tushunmadim. Oxirida ko'rasan kaput, oxirida tushuntiraman. Davay bo'lmasa keyingi shartni tushuntirchi. Xullas kaput kichkina bo'lib o'ta o'tishi kerak. Nima kichkina bo'lib? Mana sandiq ichida sekin kichkina bo'lgan konfeta bor. O'shani avvalo momentdan o'tishi kerak. Xullas o'zing ichib olasan, bitta sakrasan. Mayli qishloqqa, sekin olishim kerak. Mendan konfetdan kichkina bo'ladigan. Kichkina bo'lgan konfetdan olishing kerak. Keyin o'ta tirik olishing kerak. Kaput tirik olsang yurasan. Tushunarli. Mana kichkina bo'ladigan konfeta, davay kichkina bo'lamiz. Qishloq katta bo'lib ketgandan qaranglar, men ketdim. Bo'lmasa xayr, qishloqqa omad tilamanga. Omad kaput, ehtiyot bor, tirik qolishing kerak. Nima qochib ketdi. Lava. Qanaqa lava urmayman sekin. Nima qochib ketdim, o'lmadim. Men tirik qoldim do'stlar. Tushunmadim qanaqa lava ichib ketdim. Bo'ldi kaput, qanaqa tez bajarding, shartlarni juda ham tez bajarding. Yaxshi kaput. Qanaqa lavaga tushib ketdim men qishloqqa. Mayli, chiqaylik endi bu yerdan. Bo'ldi kaput, bu sarud boloda endi sen tez bajara olmaysan. Chunki sen 2 daqiqa ichida 3 ta ovqat tayyorlab berishing kerak menga. Stolni ham to'g'rilab qo'yishing kerak. Bu inson qishloqqa. Bu kaput oshxona qilib qo'yishing kerak. Oshxona qiladigan narsalar bezatib qo'yishing kerak shoqqa. Bu qiyinroq, mayli qishloqqa baribir menga inson 2 daqiqa ichida bemalol qilib qo'yaman.
Davay bo'lmasa tayyor bo'lsang boshla kapot. Davay man boshladi bo'lmasa boshladim tezroq hamma narsa olishim kerak. 3 ta ovqat qilishim kerak. To'g'ri oson bo'lmaydi. Mayli bu yoqqa plita qo'yamiz, shkafga qo'yamiz, bu yoqqa oshxona chiqib ketish kerak emas. Chiqib ketsa yutqizaman. Chiqib ketdimi manda ham mayli chiqib ketish kerak emas. Do'stlar, mana saru dumonning ichida bo'lish kerak. Bo'lmasa qishloqqa davay tarmenroq tayoq bo'lgan dursam shu vaqtda men уже 3 ta ovqat tayyorlashni boshlayman. Xo'p, sabzilar bo'tda kessaman. Qanaqa ovqat tayyorlashni ham уже bilib qo'ydim men. Eng yoqtirgan juda ham zo'r ovqatlarim albatta bo'tda sho'rva bo'lish kerak. Bo'tda undan ham zo'r narsa bo'ladi hozir. Davay mikserda tovuq qo'raman. Albatta tovuq kerak-ku bu yoqqa do'stlar. Tovuq menga yoqadi. Shu tovuqni ham pishirib qo'yaman. Tez pishadi. Keyingi bo'lib xuddi hoppa, bo'ldi qishloqqa. Voy, sketda hammasi tayyor bo'ldi. Oxirgisi sho'rva ham pishib chiqdi. Hammasi tayyor bo'ldi. Xuddi tovuq sho'rva. Wow, kapot tez bo'ldi-da. 1 daqiqa 54 sekund vaqtga qoldi. 6 sekund bo'ldi. Sen buni bajarib bo'lding. Mana bo'ldi. Men hamma narsa tayyorlab bo'ldim. Mana bo'lsa senga sariq sfera. Bo'ldi, bo'lsa qishloqqa men ketdim. Keyingi shart bajarishga tushuntirib bersang, qaysi shart bajarsamikin, yashilmikan? Mana yashil bajarsam yaxshi bo'lardi. Qishloqqa menga tushuntirib bersam, Voy, kapot zo'rgan xuddi kapot. O'zingchi o'larsan, xullas kislotadan ehtiyot bo'l, yandan. Nima kislotadan ehtiyot bo'l? Ha, rostdan ham yashil narsadan ehtiyot bo'lish kerak. Yashil narsa kislota degani mayli bir ko'chib ket. Nima bu hozir radiatsiya kelyapti. Sekin qanaqa radiatsiyaga o'tdi rostdan ham mamsonni qichirini bor ekan, bo'tda shlam bor ekan. Bu shlamni kiyib olishim kerak do'stlar. Ikkinchi sandiqqa borishim kerak. Boshim og'rib ketyapti qanaqadir bu radiatsiyadan. Rostdan ham boshi ortadi bu radiatsiya. Agar bilgan bo'lsangiz, bu radiatsiya juda ham yomon narsa. Anti radar radiatsiyadan o'g'ayman hozir. Anti radiatsiyadan kostyum qo'yaman. On bo'ldi. Endi mana olsam bo'ldi, pasimga botchinga olsam bo'ldi. Mana bo'ldi. Etiyoq oldim. Bo'ldi, yaxshi bo'lib qoldi. Hatto boshim yomon og'rib ketdi. Bu radiatsiya bilasizlar juda ham yomon narsa. O'shaning uchun botdan parkur o'tiramiz. Nima bor ekan orqaga nima sfera berish kerak, chunki sfera berayotgan qishloq oxirida menga yetar ekan, qadar sovg'a berar ekan. Bilmadim nima ekan endi. O'zim ham bilmay oxirida tushunolamiz. Shuning uchun albatta videoni oxirigacha ko'ringlar. Albatta like obuna bosinglar. O'tda men sandiq umuman yashil sfera men aytganimda endi bo'ldi, orqaga qaytib olishim kerak. Qani ketdi bo'ldi qishloqqa bo'ldim yashil sferani. Kapot juda ham zo'r pishiribsan. Ha, bo'ldingmi? Juda ham yaxshi bo'lsa, keyingi vazifaga o'tsang bo'ladi. Ayni ob-havo rangli yoki boshqa shart bajara qol, boshqa rang beraman hozirchalik senga. Mana bo'ldi, baq bo'ldim o'sha almaslarni ob-havo rangliga qilib o'tsang bo'ladi. Men hammasini tayyorlab bo'ldi kapot. O'zingchi o'larsan, uni ham tayyorlab bo'ldi. Sen uchun hamma narsani ham tayyorman deysan, bo'pti qishloqqa tayyorlab bo'lgan yaxshi. Mameta almas yo'q, almas tayyorlab qo'yibdi. Yaxshi rostdan ham. Yeyishini qaranglar, o'zingchi o'lasandir. Mayli o'zimcha o'larim. Maza qilib pishirgan ovqatimni yeyversan, bo'lmasa boshlaymiz do'stlar. Nima qilish kerak bo'ldi endi? Vaqt bormi? Yo'qmi? Almasni kirkam. Endi bu almasni kirkani olishim kerak. Men nima degani endi bu tushunolmayapman do'stlar. Mayli boshlaymiz. Bu almazlarni olishga bekor qo'yilmagandir. Bu yerda almazlar davay bo'lmasa qancha almaz olish kerak? Mayli hammasini olamiz. Endi hammasini olish kerak. O'zi qurib ketyapti moment. Qanaqa endi men bu yerdan chiqaman. O'zi shunaqa to'g'ri chiqayotganmikin menda shunaqa. Nima bo'ldi? Oppa kapot bo'ldi. Qancha sanda almaz qoldi? Mendan 30 ta. Yo'q, 31 ta bo'ldi. Bu kapot ko'p bo'lsa 20 ta bo'ladimi men deysan. Mana 20 ta almaz evasiga sadastik olsang bo'ladi. Bo'lmasa mana oldim. Bo'ldi, qo'ya albatta senga bo'lmasa men eshikni ochga dastak bilan. Bo'ldi, bu sfera bormi endi? Qani kirib ko'raylik-chi. Mana bo'ldi, ko'k sfera bo'ldi. Qishloq bo'lmasa, davay kapot. Keyingi vazifaga o'tsak bo'ladi. Bo'ldi qishloq, rahmat. Sen ko'tagan bo'lmasa rostdan ham keyingi vazifaga ketdim. Qarab chiqamiz endi bu yerdan mayli. Hoppa, ko'k rangli nima bo'ldi endi? Buni tushuntirib ber menga.
Kaput, man 4 qishloqni bo'ta cho'ktirib yubordim. Esa ularni qutqarishim kerak. Men qutqaradigan balolar. Nima? 4 qishloqni cho'ktirib yubording? Ha, mayli, sen uchun cho'ktirib yubordim, sen shartga uchun. Qochi qishloqni 4 qishloqni ham cho'ktirib yuboradimi? Obbo do'stlar, nimaga cho'ktirib yuboradi? Men ishning orqasidan men qanaqa chiqaman bu yoqqa? Kaput, yordam ber. Hozir yordam beraman, qishloqqa yordam beraman. Tezroq sen jindiroqmi qishloq aqlidan hozir 4 qishloqni cho'ktirib yuboribdi o'ta. Bu qishloqlar Aqlidan osibdi, ya'ni qishlog'im zana cho'ktirib yubordi atilabdan. Davay bo'lmasa manba qutqaruv ballonini keladi. Davay qutqarib bo'lmasa tepaga chiqinglar. Rostdan aqlidan ozibdan qishloqam. Rahmat sen kattakon. 1 2 3 4 bo'ldi qishlog'i hamilani qutqardim. Bo'ldi, rahmat sen kattakon. Kapot qutqargan chorva. Jinrov qopdi lekin qishloqqa. Rostdan ham sen jinrov bo'lganmisan. Du kapot edi shu shart edi. Mana siyoh rangli osib bo'ladi sfera. Oxirgi vazifani o'tsa bo'ladi. Davay bo'lmasa oxirgi vazifa etsa menga siyoh rangli dumalo ekan. Ha, kapot, siyoh rangli dumalo nima bo'lishi mumkin? Albatta, portal sandiqda portalli pushka olganda o'sha o'tga o'zingcha bo'lasan, bu ham kapot. Nu bo'ldi qishlog'im, men ketdim. Hammasini tushundim. Portal bilan chiqib olishim kerak ekan. 1 2 3 men ketdim. Sekin sal pastroq qo'ysang ham bo'lardi. Kapot o'tirgan nima bo'pti? Bo'pti qishloqqa men ketdim. Qanaqa bu bilan endi uchim kerak. 4 qishloqni cho'ktirib yuboribdi men uchun ham. Bekor qilibdi. Zato men ularni qutqardim. Portal pushkamni ishladim. Tepaga chiqib olaman. Menda tikollab bor ekan. Hush, sekin rostdan menda tikollab bor ekan. No mayli. Bular menga xalaq bermaydi. Chunki menda portalni pushka bor. Unda portalni pushkani ham yoqib o'tib olamiz. Adashib qolishim hech gap emas. Chunki qiyin bu yana qanaqadir qotar ekan. Chunki portalni pushka bu axir qaqqa chiqib oldimi? Tepaga chiqishim kerak ekan. Shunaqa qilib chiqaveramiz do'stlar. Ketdi. Oxirida qanaqa sovg'a bo'lishiga qiziqyapman. Oxirida qanaqa sovg'a bo'lar ekan? No mayli bu yoqqa o'tamiz. Endi qaqqa o'tsam adashib qoldim. Mana pastdan. Chunki men bitta oynalar bilasizlar ko'rib tikolladan sakrab o'tamiz. Sekin to'xtaylik. Tikolladan sakrab o'tib yoqqa o'tishim kerak ekan. U baribir chunki men bitta portal bo'lishim kerak ekan. Sal qotyapti, no mayli. Nicho, hech narsa bo'lmaydi. Ani eshikka chiqib qolishim kerak. No sal adashib qolman do'stlar, to'g'risini aytsam. Men metan portal qo'yibdi. 8 tikollaga tushib ketishim sal qoldi. No mayli, ozgincha uron berardi. Adashib qoldim lekin do'stlar, haqqa borishim kerak. Mayli, mana shu yoqqa boramiz. Qaqqa tushib, anetda joy bor ekan. Hali chunki bu yerda oynalarda sekin yoqqa chiqib olishim kerak. Oynalar prozrachniy ko'rinmayapti. Oppa, ana sandiq ocha olaman. Yo'q, pastida oyna turgan ekan, sandiq ocha olmayman. No mayli, men portalni pushkadan hozir tez boramiz. O'tda sfera bormi kish qilib, davay sferamikin bo'tdi. Bo'ta olamizki, mayli o'tib olamiz. Dastek, tushunmadim dastek. Ha, anetda eshik bor edi-ku. Mana do'stlar, anetda eshik bor edi-ku axir. O'zimni portalli pushkamdan shu eshikka o'tib olamiz. Dastek qo'yib ochamiz. Bo'ta albatta sfera bo'ladi. Oppa, ana bo'ldi do'stlar. Men ketdim. Bo'lmasam tepaga chiqib olishim kerak. Oy, bo'l kapot, yetsa rang-barangli kamalak rangli dumolar hamma shartlarni o'rtay vazifalar juda ham zo'r. Senda hozir 6 sfera to'g'rimi? Ha, yana bitta yashil dumaloqni bermading menga. Beruvding, senga berib yubordim. Rajaktiv nima deydi? Ha, rajaktiv deydi. O'zimni kesimda saqlovdim. O'shaning uchun hammasini menga bergan. No mayli, hammasini senga beraman. Aldab ketmaysanmi? Hozir kapot. Hoppa, mana senga rang-barangli sfera. Bu juda ham zo'r sfera kapot. Senga har rang-barangli effektni beradi. Nima shuncha effektlar? Yana sichqonini o't tugamasini bosgan kapot. Voy, bronya bo'lib qoldi. Qishloqqa bronyaning tarafida paydo bo'lib qoldi mana. Ha, kapot, endi shunaqa cheksiz bronya qilsa bo'ladi. Sichqonini o't tugamasini bossa cheksiz bo'ladi. Voy, qishloqqa rahmat, senga eng zo'r sovg'a bo'ldi-yu bu.
Voy bopladinglik, rahmat senga qishloqa. Ha, bo'ldi. Zo'r video oldi yana. Hamma dubalorlar shartlarini o'zing bajarding-ku. Hay do'stlar, juda ham zo'r bo'ldi. Endi manchangsiz bronyak ham bo'ladi. Kimga bunaqa bronyak kerak? Kimga kerak bo'lsa, albatta obuna, like bosinglar. Bo'lmasa sizlar bilan xayrlashishim kerak. Bugun sizlar bilan 7 dumaloqli shartlarni o'tdim. Kamalak rangli, rang-barangli. Like bosish, obuna bo'lishni chiqib qolsa, hammaga xarsa bo'linglar.